Bemorlarimiz qiladigan ko'p xatoliklardan ikkitasi. Birinchisi, bu og'riqqa chidash. Bizning xalqimiz shunday, biron joyi og'risa, hozir o'tib ketadi, ertaga o'tib ketadi deb yurishaveradi. Ikkinchi xatolik. Birinchi xatolik bilan juda ham bog'liq. Ikkinchi xatolik bu dorilarni o'z boshimchalik bilan qabul qilish. Og'riq bo'ldimi, og'riq qoldiruvchilar, tizzalar, bo'g'imlar kuchli og'riyaptimi, deksametazonlarni o'z boshimchaliklar bilan olish, prednizolonlarni qabul qilish o'z boshimchalik bilan shunchalik ko'p qabul qilishadi, yuqori dozlargacha qabul qilishadi. Oxirida bularda patsientlarimizda zavisimiz paydo bo'lib qoladi. Shu sababdan bu juda ham opasniy hisoblanadi. Bizning xalq, O'rta Osiyo xalqimiz shunaqa, bolam, chaqam, dedushka, babushkalarimiz og'riq bo'lyaptimi, chidab, og'riq qoldiruvchi ichib, gormonlar ichib, oxiri yiqilib qolgandagina vrachlarga murojaat qilishadi. Aziz o'rtoqlar, eng muhimi sizlarning salomatliginglar. Salomatliginglarni o'zlaring saqlamasanglar, hech kim saqlamaydi. Shuning uchun birinchi navbatda vrachlarga murojaat qilinglar.